Men mana shu baraklarda 20 yildan beri yashab, rosa qiynalgan ahvolda yashaganman. 20 yil. Tepalardan suv o'tardi. Shipirlari ham yaxshi emas. Eski baraklarda yashaganman-da. Keyin mana yerda yangi O'zbekiston massivida 5 etajli uylar qurilib, men xonali uy oldim. Sharoit juda ham yaxshi. Gaz, svet, suv hamma narsasi muhayyo yaxshi. Masalan, oldin og'ir sharoitda yashaganman, endi hozir yana ham xursandchiligimdan Xudoga shukr yana 3 xona uy olmoqchiman. Subsidiyaga o'g'limga alohida olib bermoqchiman. Shu uylarda to'ylar qilmoqchiman. Avvalambor prezidentimizga ming rahmat. Bizga yordam bergani uchun ming rahmat aytaman. Qarang, domlar hammasi 5 etaj domlar qurilgan, hamma sharoiti bor-da. Suv, sovuq suv, hamma narsasi bor. Oldingi baraklari unaqa emas. O'zi hamma hayron qoladi. Asfaltlar ham yer. Asfalt, gulzorlar, daraxtlar ekildi. Shunaqa sharoitda yashayapmiz. Mana shunaqa sharoitimizga ko'z tegmas.